Sizlarning biringiz o'zini iti orqali ham shirk keltirib qo'yadi. Mana shu it bo'lmasa uyimni o'g'ri olar edi desa, mushrik bo'ladi. Chunki itni uyini qo'rishni, o'g'ri olmasligini sababsiz qilyapti. Asosiy sababchi Alloh. Agar Alloh xohlasa 1000 ta it qo'ysa ham o'g'ri olib ketadi uyini. Mana shu ma'nolarda demak biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Demak, bir narsani so'rashda yolg'iz Allohning o'zidan so'rash kerakligini yaxshi tushunishimiz kerak. Azizlar, avliyolar, ahli solihlar hammasi ulug' zotlar, muborak zotlar, lekin ulardan qabrda turgan kishilardan farzand so'rash, baxt saodat so'rash, mol dunyo so'rash mutlaqo mumkin emas.